Hammaga xayrli kech do'stlar. Kechki vaqtga qaramasdan sizlarga uchun yana biz YouTube darsligini 3-darsligini boshlaymiz. Qaranglar, sizlarga juda oson va zo'r qulayliklar o'rgatib boraman. Bunda eng yaxshisi sizlar shorts videolarini olib boshlaringiz kerak. Shorts videolar kirganda o'zingiz olish sharti yo'q. Bunda xohlasangiz ko'chalarni, gullarni, ish qilib ovqat pishirishni, ayollar uchun ovqatini pishirib, xohlasa pazandalik, tikuvchilik, xohlagan yo'nalishda pul topish mumkin. Agar o'zingizni ayollar, qizlar o'zingizni ko'rsatishga tortinsangiz, o'zingiz ko'z tutmasdan faqat ishingizni ko'rsatib pul topsalaringiz bo'ladi. Uyda turib oddiygina videodan $1000, $2000gacha pul daromad qilsa bo'ladi. U uchun faqatgina ishlash kerak YouTube'da. Bizning darslikni birinchi darsligimizda aytganimizdaga 1000 ta podpis yig'ishimiz kerak. Undan keyin 4000 soat yig'ishimiz kerak. Bu degani hadeb shorts videolarga video qo'yib ketganimizdan keyin 4000 soat o'zi yig'ilib boradi. 1000 ta podpis ham bo'lgandan keyin sizlarda monetizatsiyaga ruxsat beriladi va partnyor YouTube degan sizlarda SMS keladi Google'laringizga. Bundan keyin sizlar налоговадан dokument, undan tashqari bank shotlar, boshqalarni ochishda sizlar birinchi ochadi o'zlaringiz $10 mablag'laringiz birinchi $10 topishlaringiz kerak. Undan keyin sizlarga dokumentga ruxsat beradi. Bu narsa terib o'riladi va qaraysiz, pasportda qanday yozilgan inglizcha hammasini bir boshdan yozib ketaverasiz tug'ilgan sanagacha xato qilmasdan. Tushunmaganlar yana bir aytaman. Men bu keyingi videomda qanday registratsiya qilishni sizlarga o'rgatib boraman. Sizlar faqatgina hozircha video qo'yib turinglar va ko'payishni, podpisni ko'paytirishni o'ylanglar. Ma'qul ko'rmanglar. Просто jonli obunachilar ko'paytiringlar. Ko'proq video qo'ysalaringiz sizlarga shuncha foyda. Hammaga rahmat. Kanalimizga obuna bo'lib qolamiz. От души подписка, лайк и согласие.